Singlim, erim e'tibor bermaydi deysanmi? Ishdan kelgandan keyin kam gapiradi deysanmi? Yana bilasanmi? U faqat ish joyidagi mashaqqatlar bilan emas, yo'ldagi sinovlar bilan ham kurashadi. Tirbandliklar, gavjum ko'chalar, shovqin, asabni ezadigan kutishlar. Go'yo yana bir jang maydoni. U mashinada o'tirib ham kurashadi, asabini yutadi, shoshiladi, lekin baribir sabr qiladi. Nega? Chunki uning qalbida bitta manzil bor. Bu sening olding, sening bag'ring, sening oilang, sening uying. O'sha tirbandliklardan o'tib, shovqinlardan o'tib, kun bo'yi yig'ilgan charchoqlardan o'tib, faqat bitta narsa istab keladi: tinchlik. U uyga kirganda janjal emas, sokinlik istaydi. So'roq emas, tushunish kutadi. Bir piyola issiq choy, birgina tabassum, chiroyli bergan birgina saloming uning butun kunlik og'riqlarini yengillashtirishi mumkin. Unutmang, erkak tashqarida jang qiladi, lekin uyda yutqazishni istamaydi. U yutishi uchun esa uning yonida dono ayol bo'lishi kerak. Chunki oila ikki tomon bir-biriga